Ba'zan hayot shunaqa vaziyatlarga olib keladiki, inson tanlashga majbur bo'ladi. Sog'liq yoki imkoniyat. Jigar kasalligi bilan kurashayotgan bemorlar uchun eng katta to'sqinlik bu davolanish narxi. Ko'pincha bu raqamlar juda ham katta bo'ladi va bemorlar kutib qolishga majbur bo'lishadi. Lekin bugungi kunda boshqa yechimi ham bor. Inzemet servis sizga Hindistonda jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasini $20,000 ga taklif qiladi. Bu eng kam narxda eng sifatli davolanish imkoniyatlaridan biri. Eng muhimi, siz bu yo'lda yolg'iz emassiz. Inzemet servis sizni davolanish boshidan oxirigacha qo'llab-quvvatlaydi, bepul tarjimon, aeroportda kutib olish va barcha tibbiy va tashkiliy jarayonlarda ko'mak beradi. Siz faqat davolanishga e'tibor qaratasiz, qolgan hammasini biz o'zimizda tashkil qilamiz. Transplantatsiya uchun donor aka-uka, ota-ona, opa-singil yoki yaqin qarindoshlar bo'lishi mumkin. Bu xavfsizlik va qonuniy talablar asosida amalga oshiriladi. Ba'zi qarorlar hayotingizni o'zgartiradi va bu shu qarorlardan biri. Vaqtni boy bermang. Bizning ishonch raqamlariga aloqaga chiqing, biz sizga yordam beramiz.